Mana o'ralib turgan shunday pull qilsang ochiladi ekan. Bo'ldi. Just pull harder. Mana. Ochiq tur. Mana. Qiling. Mana. Qani. Ochiq. Like this. Pull it harder. Yeah. O'ralmagan ekan, shunchaki bunday bosib qo'yilgan ekan. Mana ham qattiq pull qil. Tishmas, qo'ling bilan tish. Tishmas. I tried doing it with my hands, but it's not Ushlab tur. working. Ow! Bosib tur. Bosib tur. Kardonni bosib tur. Mısırlarını koyacağız. Endi buni bir yuvib olsak. Ateş. Tilla qoshiqlarni. Endi o'ylab qoldim. Buni olishga oldik. Hozir meni yuvsam, yuvib qo'yganimdan keyin qarala. Qo'ldizi qolayotganda. Yana mehmon kelganda buni bittalab artib, quritib, yaltillatib qo'yiladi. Artishga ulgurmay qolsam, xafa bo'lmaysizlar. Aytgancha men narsa zakaz qilgan edim. Temudan. Ana bu ham Temudan olingan, hali ilishimiz kerak. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, inshaalloh, Allah. Naqida osilgan turardi. Mana bu Temudan olgan narsalarim. Lights on. All right. Ko'rinaydimi? Yes, men uni o'qishim. Oh no, mana qayerda? To'g'ri bo'ladimi? Mikrovolnovkada ovqat ustiga yopib qo'yadigan narsa bilsalaringiz. Men ham ko'rdim diyorlardagida. Ko'rmas ekan, mikrovolnovka pir bo'lmas ekan. Har safar biror nima ovqat qizdirguncha buni aytamiz, damaji bo'lib ketdi deb. Bunday qilib teshikchasini qo'yib nima qilinadi. Lekin shulargacha qo'yib qo'yaman. Oh my god. Shulargacha ayam boshqa qo'yiladi. Tushunmasa ham qiyin bo'ladi. Mana qo'yiladi. Mana bunday qilib o'tkazib. Arzon bo'ladi, lekin mikrovolnovkaga ovqat ustiga yoqib qo'yishga. Bizga lekin kattarog'i kerak. Mikrovolnovkaning kattasini olamiz. Yaxshi ekan. Ko'ryaptimi? Okay. Yana nima? Mana. Ko'chishimdan oldin kelgan edim, men bular zakaz qilib qo'ygan edim. Bu narsani kutmam-ku. Mana buni ko'rib, zo'r narsa ekan dedim. Mana bunaqa narsa. Hozir ko'rsatdim. Bunday qilib yerga qo'yib oladi. O'zim tushib qo'ymay. Mana olgan narsam menga yoqdi. Qiziqdimi? Mana bu yerga gazni yoniga
gaz bilan shkafni orasida bo'sh joy bo'ladi bilsalaringiz. Musor kirib, tiqilib qoladi. O'shani to'ldirib turish uchun. Bunday qilib tiqib qo'yasizlar. Чтобы ichiga musor to'lib qolmasligi uchun ekan. Salgina kalta ketdi mayli. Uzunroq qilib jo'natmoqdi. Xohlovchilarga. Menga 3 ta qilib jo'natdi. Ulaysan deganmi? Qolganini manaqa kesib ulasam bo'lar ekan. Ha, keyin mana klyonkani ham nimadan olganman? Manaqa metrlik klyanka ham bor ekan, shu temada. Shunday tutsa, o'zi yopishib qolar ekan. Lekin men shunday bilsam, mana o'zini mana tepchasini naqib ildirib qo'ydim, bu ishlamayapti. O'zi yopishib qolyapti. Shunday yopishib turamda. Yopishib deganda yopishib qolmaydi, qanadir ana bo'ladi-ku, sochimiz to'kilganday bo'lib yopishaveradi bu narsaga. O'shanday bo'lib yopishib olar ekan bu o'zi. Shunaqa narsa ekan. Endi qolgan narsalar. Temu review dey. Hozircha yaxshi bular. Bu xolodilnikka o'lib magnetik olsam, xolodilligimiz bizniki mana bunaqa smart xolodilnik. Nima qaraylar. Qo'ldizini qaraylar. Bu nimaga bunday ya? Bilasizlarmi? Bunday qilganda bu nima qilishadi? O'ynaydi, rasm chizadi, nargiz bu yerda. O'shaning uchun. Bu bunaqa xolodilnik bo'lgani uchun magnetlik narsa yopishmaydi. Men buni nargizga zakaz qildim. Buni endi mikrovolnovkaga yoki mana idish yuvadiganga yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Eshik ochiqmi-kan? Yopib qo'ygan edim men. Bizga to'lmaydigan qilib. Meniki. Look. Magnetlik xolodilnikka olsam, xolodilligimiz mana indish oshirga yopishtiradi. Nagiz, look what I got. Look, come. Animals, look. Animals, you're gonna put this. Here, look. Here, bunny. Put them on the dishwasher. Rabbit, yes. Monkey. Yes, Nuggies. Horse. Sen narsa ekan. Xolodilnikka deb o'radim, Cho'dan xolodilnik. nimadan? Suv sarlab ketdim. Yetti minut bo'sh ketdim, tez revyuni tugatib o'laydi. Qanday? Men temidan olgan narsalarni temdan bilaman. Yo'q, buni Walmartdan oldim. Mana bu mikrovolnovkaga ovqat qizdirasiz. Kattaroqdan olmadingmi? Men shuni katta deb o'ylasam, ham mikrovolnovkani hali bilmasdim. Katta kichikligini. House rules. Bachchalar uchun. If you open it, close it. If you turn it on, turn it off. If you unlock it, lock it. Qayergadir bolalar har doim ko'z tushadigan joyga ilish kerak. Mana uni oldim. Spray, golden sprayim bor. Eshikka qilamanmi yoki mana bunaqa jasm direkt kanvas olib kanvasga qilamanmi? Allohu akbardiki bor, bismillohniki bor. Trafaretlari. Aha, juda qo'yibsan. Mana ko'rdingiz. G'ijim bo'yoq. Siz tushganingiz yo'q. Mana boyagini so'zlaydigan. Lekin uni hamma joyi o'libdi, anasini bu yotibdi, o'stirib oqarib yotibdi. Nima qilsan? Qo'yadi. Setka bor-ku, narxo'ydi setkasi, yirtilgan setka. O'shani shunday yopishtirasiz, kesasizda, bunday ochib, shunday yopishtirasiz, setka bo'lib qoladi mana bu. Cover qiladi. Men shuni so'zlaymiz deb oldim. Bunimi?
Tuvaletni buviga qo'ygacha endi puliga yarasha ekan-ku. Anaqa. Bu yaxshi azza kelindi. Men temirlik deb o'ylabman buni. Qo'ylari bor-ku. Bu chumollikda, o'shani chumollik. Men yerga qistirlar, lekin bu ushlamaydi, bo'lmagan. Yengil. Yo'q. Yopishtirlar. Xo'p, bittasi yoqmadi. Unisi. Oh, Nadik, look! I got shoes for you. Shoes. Yengilgina rezinli tapchka oldim yurishga. Yaxshi ekan. Look, shoes. Let me see. Let me see. Put your shoes on. Come here. Okay. O'zbekcha gapir shunga. Bo'lmasa onasini tilini bilsin. Come. Oh, wow. Qara, Nargis. Good. Good. Come. This one. Zo'r. You like it? You don't like it? Okay, take this one. Yoqtirmadi. Bog'chaga kiyardim. Yo'q, qismadi. Свободно. Bu nima? Ha, bu anavi. Plakat olganman uni mana. Haj rasmilik. Umrani. Makka Madinani rasmi. Bundan olishim kerak. Kartinka olishim kerak. Bunisi nima ekan? Bu ham shuni bittasi. Ochib ko'rib ko'ngilamiz. Oh, peshonamdagi chizig'im. Uchi. Mana narsa Temurdan ko'rib qiziqib oldim. Agar yoqsa, hammaga rekoment qilaman. Nima qiladi ekan? Bittasida bor, bittasida yo'qmi? Ha, ikkovda ham bor ekan. Jas qara. Temurdan olgan narsalarim. Men senga o'xshab make-up narsalar olmayman. I only buy that once a year. Men organingni yomon demayapman. Men oshxona narsa olaman, sen make-up narsa olasan. Hamma o'zining narsasini oladi dedim. Badda qilib aytmayapman. Bo'ldi, bor. Maqtanmoqchi edim narsalarimni jasi. Buni qara. Ortiqcha nilish, ortiqcha ana baglar bor-ku, store baglar. Walmartniki, nimaniki, mana eshikka mana qistiramiz. Shunga solib qo'yasiz. Dumaloq qutisi olasan. Shunday solmaysan-ku, ikkita. Ikkita eshikka. Shuda. Yey! To'xta! Bu nima ekan? Hali o'zim bilmayman. Ya, bu ham shu plakat, qaysidir plakatlar anavi. Makka Madina plakati. What? She thought it was bubbles. It's not bubbles. Mommy, look at that. What is that? Wow. Mana shunday xursand bo'lish kerak. Mana shunday qilib. Bu sizlarga 7 rules of life. Let it go. Never run a good day by thinking about bad yesterday. Ignore them. Bu sizlarga. Mana bu and this for you guys. What do you mean? You're gonna read it. Yeah. Ha, Nargis xonasiga bu stikerlar. O'sha biz duxonamiz. Qani shopping ko'rsatjasi? Ha, ona sizga linkini tashlagan edim. Hali javob bermadi. Nega Nargisga yopishtirishga. Yes, nasıl qiladi yopishtirib berasiz? Boshqa narsa qilmayman. Shoshma ko'rsatib oling. Sticker, she knows what it is. Mana, buni qara nima olib berdi? Nelish buni qara, baxki. Why did you put it on the dishwasher? Bunga yopishmaydi. Magnet bu. Magnet bu. Oh my god. She loves it. Yes, she did.
Now. What is that? What is that? Onalar narsasi ishing bo'lmasa, o'zim narsani ishlatadigan. Millionmi? 05 qilma. Bir narsa. Voy. Ular zo'r tez qiladi. Chiroyli qilib temida. Endi shoshmay tur. Bananani so'laydi, paketlarni so'qtirasiz. Is that enough wings, Johnny? Sticker left. Sticker. Sticker. Stickers. Look.